safarda yurganingizda aniq bu ma'lumot kerak bo'ladi. Mana bu device o'rnatsangiz, uyingizdagi temperatura tasavvur qiling 5 gradusga tushib ketdi, xonani isitib olish kerak. Avtomatik yoqamiz, distansionniy mana uy temperaturasini 35 ga olib chiqyapmiz. Mana 5 gradusda turgan device, ya'ni radiator birdaniga mana 35 komandani olyapti distansiyada, yana potok ketdi. Qanaqa qilib bu uyni isitadi deydiganlarga mana shu savoliga javob. Endi xoningiz isib ketdi, nочной rejimda siz bunaqa issiqda uxlay olmaysiz. Xonalaringiz ko'p deb aytganimdek, pasaytirib qo'ydingiz. Agregatni ko'rsat. 9 ga keldimi? O'zi avtomatik ravishda pasayadi, ya'ni potok pasaygani hisobiga temperaturani pastga tushiraveradi. Bu device qiziqarli yana funksiyalaridan bittasi, bu programmasi Frost Protection, muzlashga qarshi, ya'ni gaz o'chib qoladigan bo'lsa, u 1 yil bo'luvdi, esingizda bo'lsa 2022-yilda. Muzlatib qo'ymaydi va radiatoringiz yorilib ketmaydi. Keyin nочной rejimda temperaturani pasaytirish funksiyasi ham bor. Xullas bir so'z bilan aytganda, bunaqa qiziqarli devicelar qiziqarli bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Nima ishlaydi bu deganlarga savoliga javob. Batareykada ishlaydi. Oddiy bana arzon batareyka. Любой radiator kran bo'ladimi, sushilka kran bo'ladimi? Xullas kalom termostatiskiy klapani bor любой device-ga, customizatsiya qilsa bo'ladi. Opisaniyasi users manualida. Savollar bo'lsa izohlarda javob beramiz. Mana ko'rdinglar, o'zini o'zi avtomatik o'chirdi. Yoqqan bo'lsa jo'natib qo'yasizlar.